Assalomu alaykum hammaga. Biz Xorazm viloyati Shovot tumani, bizada O'zbekiston Dillaveni, Gulshan mahallasi, Ozod Sharofiddinov ko'chasi 12-uy Quronboyog'ani uyidamiz. Bu uyda ham ko'mir otobina ishlarini aytib berganmiz. Bu uyga ketgan material hammasi o'zlarimizdan bo'ldi. Yana shunday zamonaviy chiqib turgan dur alyumin batareyalarimizdan ishlatib berganmiz. 115 shtuk alyumin batareya ketdi. 8 yere batareya qo'yib berganmiz. O'xshi 10 tochka bo'ldi. Bu dalanimiz girikkan yerimiz kichkinaroq ekan, shuning uchun 15 atib birini qo'yib berganmiz. Vodochavorodga sistemada samotyok atib ishlab berganmiz. 17,5 metr 32lik, 64 metr 25lik, 20 metr 20lik ishlatib berganmiz. Batareyalarimizni hammasini steyklarni 20lik turbadan 90 gradus büküp rezolarni yo'nib, rossiyskiy latun kraniklarimizdan qo'yib ishlab berganmiz. Paysi balandini. Bu birinchi batareyamiz dalamdagi. Uyda remont ishlari yetib tutdi bu yerda. Bu ikkinchi batareyamiz. Hozir mayga etib ishlab bitdilar. Xudo xolasa hozir uyning egasini ham tushuntirdik. Oboylarni urjaq vaqti batareyani kranga ilib turadidan, batareyani o'zini suvini eddenni olib, ishlab remont etib bo'lgandan keyin kranlarni ochib berib doldurib qo'yaveradi. Batareyamiz 52 gradus issiqlik ko'rsatib turibdi. Bu ikkinchi batareyamiz. Bu yerdan bir spalnimiz bor. Bu yerimizdan 20 lat birini qo'yib berganmiz. Keyin bu tarafdan zalimiz bor. Bu yerdan 20 lat birini tashlab berdik. Bu uyimizda hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. 27 million so'm pul chiqdi. Kelgan vaqtimizda 5 million avans olganmiz. Ularni ham qaytib hisob-kitob etib uyning egasine ko'rsatdik. Bu batareyamiz ham 52,5 gradus, 52 gradus ko'rsatib turibdi. Keyin kuxnyamizda ham kotyola yaqin rakellarni qiz-kichik bo'lsa, shunday kraniklarni yarim qo'yib ilib ishlatsadan bo'ladi. Mana kranikni sal yarim yil qo'yibmiz, shuning uchun 47 gradus berib turibdi. Keyin banimizdan bir yerine bir kichkina 7 lat qo'yib berganmiz. Bu batareyamiz ham 55 gradus ko'rsatdi. Hop plastiklarni ham chiroyli qo'llangancha turban razmeriga do'shib ishlab berdik. Keyin bu tarafimizdan toza qurab solib degan birini berimizdan 51 gradus berib turibdi. Şu bu beradan şu o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan 4 kitobli kotyolimizni qo'yib berganmiz. Nasoslar, ventilatorlarni qo'yib, samotyok sistemada ishlab topshirganmiz. Kotyolimiz 75 gradus bo'lib turibdi. Mo'rlarimiz 114lik. Hammasi 2.5 senkada. Sizga ko'rib boraverasizlar, kimlar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.